Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Bugungi videoda zamonaviy hayotimizda juda mashhur bo'lib, avj olib borayotgan, ayniqsa yoshlar orasida keng tarqalib borayotgan energetik ichimliklar haqida gaplashamiz. Ko'pchiliklar energetik ichimliklarni charchaganda, imtihondan oldin, sportdan oldin, uyqu kelganda, ish unumini oshirish maqsadida ichib iste'mol qilishmoqda. Ammo savol tug'iladi. Bu energetik ichimliklar rostdan ham kuch beradimi yoki ichki a'zolaringizni asta-sekin yemirib boradimi? Bugun siz bu energetik ichimliklarni ichganingizdan keyin yuragingizda nimalar sodir bo'lishi, jigaringiz qanday qilib zarar ko'rishi, miyangiz esa qanday aldanishga uchrashi va hatto bu ichimliklar qanday qilib terida ajinlar paydo bo'lib, tez qarishishga olib kelishini bilib olasiz. Videoni oxirigacha ko'ring, chunki ko'pchilik bilmaydigan haqiqatni sizga taqdim etaman. Qani bo'lmasa boshladik. Hech o'ylab ko'rganmisiz? Bu sizni quvvatga to'ldiradigan, charchoqingizni ketkazadigan, tetik qiladigan bu ichimlikning tarkibi o'zi nimalardan iborat? Bu ichimliklar tarkibida o'ta yuqori miqdorda bo'lgan kofein, yuqori miqdorda shakar, sun'iy ta'm beradigan konservantlar, taurin, guarana, o'ta ko'p miqdorda B vitaminlar, kimyoviy stimulyatorlar bilan to'yintirilgan. Bir dona energetik ichimlik tarkibida 3-5 piyola qahvaga teng keladigan kofein bor. Organizm buni tabiiy quvvat deb qabul qilmaydi. Bu sun'iy qo'zg'atuvchi zarbadir. Energetik ichimliklarni iste'mol qilganda inson miyasida qanday jarayonlar sodir bo'ladi? Energetik ichimlik iste'mol qilgandan keyin kofein miyadagi charchoq signallarini bloklab qo'yadi. Siz o'zingizni tetik his qilasiz, ammo energiya paydo bo'lmaydi. Shunda miya aldanadi. Aslida esa tana charchagan, asab tizim dam olishni xohlaydi, lekin kofein signallarini o'chiradi. Natijada asabiylashish, xavotir, diqqatning pasayishi, uyqusizlik, depressiyaga moyillik paydo bo'lib boradi. Doimiy energetiklarni iste'mol qilib borish natijasida inson tanasi kofeinga qaramlilik paydo bo'lib boradi. Bunday energetik ichimliklar yurakka ham o'z ta'sirini o'tkazmasdan qo'ymaydi. Energetiklar yurak uchun eng xavfli mahsulotlardan biri hisoblanadi. Bu ichimlikni ichgandan keyin yurak urishini tezlashtiradi, qon bosimini ko'taradi, tomirlar torayadi. Yurak esa majburiy tez ura boshlaydi. Bu holatga taxikardiya, aritmiya, yurak spazmi deb nomlanadi. Bu holatda ko'pincha hatto yosh odamlarda yurak xurujlariga ham olib kelishi mumkin. Eng kuchli kombinatsiyalar, masalan, sport oldidan energetik ichish yoki stressda energetiklarni ichish, uyqusizlikda energetiklarni ichish, bu uchlik yurakka katta zarba beradi. Bunday energetik ichimliklar tanangizda adrenalin ajralishini oshirib yuboradi. Qon tomirlar qisiladi. Qon bosimi esa sun'iy ravishda ko'tariladi. Natijada bosh og'rig'i, bosh aylanishi, ko'z oldining qorong'ilashishi, insult xavfining oshishiga olib keladi. Doimiy bu ichimlikni ichib yurganlarda erta gipertoniya, yurak xurujlari kuzatilmoqda. Bu energetik ichimliklar jigarda ham tez zararlash xususiyatiga ega. Ko'pchilik esa energetiklar jigarni zararlamaydi deb o'ylashadi. Bu katta xatodir. Energetik ichimliklarni ichganingizdan so'ng katta miqdordagi kofein, kimyoviy qo'shimchalar, sun'iy konsentratlarni birinchi qarshi oladigan a'zo bu jigar hisoblanadi. Bu moddalarni jigar o'zida ushlab qolib filtrlashga o'tadi. Lekin aytib o'tgan bu birikmalar hammasi ham o'zida ushlab qolib, o't orqali filtrlanmaydi. Buning 75% tarkibi qonga so'rilib o'tib ketadi va qolgan qismi filtrlanmasdan jigarning hujayralarida o'tirib qolib, jigarning yog' bosishi, jigarning fibrozli to'qimalarga aylanib borib, jigarning zararsizlantirish xususiyatini pasaytiradi va natijada jigar charchaydi. Bu energetik ichimliklarning tarkibiy qismi
to jigar to'liq o'zidan filtr qilib o'tmaguncha, buyraklar filtratsiyasidan to chiqib ketmagungacha o'z tarkibiy qismi butun tana bo'ylab aylanib yuraveradi. Shuning uchun ham energetik ichimliklarni ichgan odamlar anchagacha o'zini tetik his qilib yuraveradi. Qachonki ichilgan miqdor yo jigar to'qimalarida yoki bo'lmasa miyada yoki bo'lmasa buyraklar orqali filtratsiya qilib o'tib ketmagungacha organizm o'zini tetik his qilib yuradi. Bu holatda eng xavfli narsani aytaymi sizlarga. Jigar og'rimaydi, kasallik esa kech aniqlanadi. Energetik ichimliklar oshqozonda ham kislotalik muhitni oshirib yuboradi. Natijada gastrit, reflyuks, qorinda dam bo'lish, ichakda mikrofloralarning buzilishiga sabab bo'ladi. Och qoringa energetiklarni ichish esa ayniqsa xatarlidir. Energetik ichimliklar qandli diabet xavfini oshirishini hech o'ylab ko'rganmisiz? Bitta energetik ichimlik tarkibida yuqori miqdorda shakar, sun'iy konsentratlar bo'ladi. Buni ichgandan keyin qonda glyukoza keskin ko'tarilib ketadi. Oshqozon osti bezi esa normadan ortiq insulin ishlab chiqarishni kuchaytiradi. Vaqt o'tishi bilan bu insulin qarshiligi, ya'ni insulinga bo'lgan qaramlik paydo bo'lib boradi. Ikkinchi tip qandli diabet xavfi oshib boradi. Energetiklar uyquning buzilishiga ham sabab bo'ladi. Vaqtida uxlamaslik natijasida tanangizda ishlab chiqaruvchi normal gormonlar izdan chiqadi. Vaqtida to'yib uxlamaslik natijasida organizmda ishlab chiqariladigan melatonin gormoni ishlab chiqarilishi izdan chiqadi. Bu melatonin gormoni hayotiy muhim funksiyalarni qayta tiklanishiga, shu jumladan terining ham, miyaning, yurakning, buyraklarning ishlash funksiyalarini qayta tiklash xususiyatiga ega. Bu melatonin gormoni asta-sekin pasayib borib, testosteron gormonining ishlab chiqarishi kuchayishi bilan almashishi kerak. Agar normal uyqu bo'lmasa, mana shu gormonlarning muvozanati buzilib boradi va natijada kortizolning oshib ketishiga olib keladi. Bu kortizol gormoni organizmni tez charchatadi. Odamni asabiy bo'lishiga, xavotir olishiga olib keladigan holatlarga, tushkunlikka hattoki olib kelishi mumkin. Biologik uyqu soati o'zgarib ketadi. Buning natijasida yuzga ajinlar tushadi, teri quriy boshlaydi va tana tez qariy boshlaydi. Energetiklarni ichgan odam o'zini yaxshi tetik, quvvatga to'la deb o'ylaydi-da, lekin 4-5 soat vaqt o'tgandan keyin charchoq paydo bo'ladi. Sababi tanangiz energiyani qarzga ola boshlaydi. Keyin esa siz foizi bilan qaytarishga majbur bo'lasiz. Bu hol energy crash deb nomlanadi. Eng xavfli kombinatsiyalar hech qachon energetikda, alkogol bilan birgalikda yoki sport oldidan, uyqusizlikda, yurak qon tomir kasalliklari yoki bo'lmasa qandli diabet kasalliklarida hech qachon energetikni iste'mol qilmang. Bu narsalarni bir-biri bilan hech qachon aralashtirmang. Hozirgi kunda juda ko'p yoshlar orasida mana shu kombinatsiyalar natijasida erta o'limlarga sabab bo'lmoqda. Energetiklar o'rniga nimalar ichib yurish kerak? Birinchi o'rinda tabiiy energiya manbalari. Bu oddiy suv, ko'k choy, yetarli uyqu, sport bilan shug'ullanish, oqsilli va magniyga boy bo'lgan mahsulotlardan iste'mol qilish kerak. Haqiqiy energiyani banka yoki shishali idishlar ichidan emas, tanangizdagi hujayralardan keladi. Xulosa qilib aytganda, energetik ichimliklar sizga kuch bermaydi. U miyani aldaydi, yurakni majbur qiladi ishlashga, jigarga yuk beradi. Gormonlar muvozanatini buzadi, uyqusizlikka olib keladi. Terini burishtirib, tez qarilikka olib keladi. Bugungi kunda ko'p internet tarmoqlarida tarqalib borayotgan ko'p birgina ma'lumot bor. Mana shu energetiklarni ishlab chiqaruvchi kompaniya, firmalarda ishlovchi barcha xodimlar yaqinlari bilan mana shu energetiklarni umuman iste'mol qilishmaydi. Xo'sh, nimaga? Endi o'zingizga savol bering. Menga vaqtinchalik energiya kerakmi yoki uzoq sog'lom umr?
Bugun ichilgan bitta bankali energetik ertangi sizni hayotingiz hisobidan olinadi. Agar bergan ma'lumotlarim siz uchun foydali bo'lgan bo'lsa, bu ma'lumotlarni keng tarqalishi uchun like bosishni unutmang. Fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Foydali ma'lumotlarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalga obuna bo'ling. Sog'lom, uzoq umr ko'rish o'z qo'lingizda.